Ya, olmaydi. Mama Güzelnur adam telefon qilayotgan. Güzelnur Qurban adam bilisizlar-ku manglar, ha? Deyish bo'lgan telefon faqat og'ilonmadim, yo'lda bo'g'iymitdi, ya. Manda qilaylik, saqlab qo'yguncha azroq vaqtlar o'tkidak bo'lsa, bir ishki yumur so'zlab, vaqtlarni azroq o'tkazgach to'saq, heligicha kelib qala. Voy, qaytadi-ku. Vada, kelib bo'ldingizmi? Men chiqib bo'lgan saniga edi. Siz ash keyindilam chiqamsiz? Keyindilam men sizni chaqirgan vaqtlam chiqingadi unda bo'lsa. Ma'qul, bo'ldi. Ketdim. Xo'sh, endi kimning chiqadiganligini bilib bo'ldinglar hammanglar. Shu baldirlam boshlam deb aytib qoldim-da, Güzelnur Qurban odamni bugun taklif qilib keldim. Men kutgan shaxsning birisi shu-di. Unda bo'lsa vaqtni isrof qilmay darhol bir sanamiz chaqira olamdik. 2023-yillik Abida Cho'lpon keldi programmamizdan bugungi alohida soniga alohida taklif qilingan bizning suyumli cho'lponimiz bo'lsa, Xinjiang san'at yurti opera o'mikining davlatlik birinchi darajalik artisti, Xinjiang teatrchilar jamiyatining muavin raisi, teatr xonishi deb ta'riflanib kelayotgan bizning suyumli ko'p iqtidorli cho'lponimiz, suyumli hadimiz Güzelnur Qurban hadimiz, marhamat. Endi mush munosabat bilan barliq ko'rurmanlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Bizni qo'llab kelayotgan, sizlarning mush programmani qo'llab kelayotgan barliq aziz ko'rurmanlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Sizga rahmat edi, sizga rahmat. Oxir chiqdingiz adasini olalar. Bugun shu vaqt soatga o'xshaydi, burun vaqtimiz to'g'ri kelmay qoldi. Shunda uzun bo'ldi-ku biz aloqalashayotgani. Ada, endi o'zingizda xabar bor bu programmani ko'ryapsiz. Qaysilarni ko'rdingiz? Bir sanaylik-ku. Hammasini asosdan hamda davomli vaqt munosabati bilan hammasini to'liq ko'rib bo'lamizmi? Bizning san'atkorlarimizning ish izlarini hamda o'zimiz bilib to'saqmi, programma orqali so'zlasa u boshqacha bir xil hayajonlandi ekan odam, shunday boshqa tuyg'u o'tgan. Shuningla shuna xo'sh bo'ldi. Savdoshtiringizni bakarak ko'rdingiz. Ular cho'qim ko'rsam bo'lmaydi. Ko'rib, shu hikoyalardan tang huzurlandi ekanman, tang shu aslimdan tang eslaydi ekanman. Bir xil ish qilib bu sizlarning ma programmanglar odamga nisbatan aytib huzur berishlaydi ekan. Ko'rgan vaqtida tang shular bilan yig'lisdan yig'lab, kulsdan kulib odamchi bir xil shuningga apkaralaydi ekan. Sizlardan tomoshabinlarni o'zinglarga shuni qaritib oldinglar-chi bu. Hozir qanday bo'ldida? O'zingiz qatnashib qanday his qilyapsiz? Akiraligidekmizmi yoki toza bu planmag'idek bir yerda bordekmi? Yo'q, birga kirib ketamiz. Cho'qim birga kirib olamiz. Rahmat edi, rahmat. Unda bo'lsa Abayma Güzelnur adamni chaqirishdan burun dedim-ku, teatr xonishi dedim, teatrchilar jamiyatining muavin raisi dedim. Ishqilib sizningki asosiy kasbingiz teatr-ku, o'qigan kasb shu-ku? Teatr. Naqsh aytyapsizku? Teatr deganlik u o'zi endi drama, opera, muzikalik teatr, ittotlama bor. Naqsh usuli hamma narsani o'z ichiga olib, u bir universal san'atchi. Shuningga bu opera o'makda ishlagandan men teatr artist bo'lish sifati bilan cho'qim naqshni aytishim kerak. Naqsh aytolganda anandan keyin teatr artisti, opera artist bo'ldim. Shuningga o'zimga talabni aytib qattiq qo'yib kelayotgan artistning biriman. Naqshni shunchalik yaxshi ko'raman. Uning ustiga o'zimning tug'ilgan makonimmi Dolan yurti Mak nahayasida tug'ilib o'sganman. Kichik vaqtimdan boshlab shunchalik san'atga herisman, yaxshi ko'ratdim. Mendagi mushtaq bir xil talantni hozirgidek san'atkor bo'lishimda shu menga shu zaman ato qilgan bo'lish kerak deb o'ylayman. Bo'lgan bu. Men deb o'tdingiz. Oydim so'ramat deyaptim, bo'pti, mayli, ha? To'g'ri kelib qoldimi? To'g'ri kelib qoldi, shunda yaxshi bo'ldi-ku-da. Ha, ma'qul. Unda bo'lsa, men naqshlaringizni anglayman-chu men. Naqshlarni anglayman, siz o'ynagan teatrlarni bilaman. O'ncham dramasi, u drama, bu drama chiqib bekchiq siz o'ynagan dramalar-chu. Kino, televiziya, teatrga qatnashyapsiz, ularni ko'raman. Siz zodi qaysiga tayyorlanasiz? Sen qollash to'g'ri kelib qolsa, siz naqshlikni tanlamsiz, teatrnimi? Men yenalam
opera O'qigan kasbingizni tanlaysiz. O'qigan kasbimni tanlayman. Naqsh qo'shimcha holatda bo'ladi. Naqsh hamda bir opera artist bo'lgandan keyin naqsh aytishni cho'qim bilamiz-ku. U birinchi masalan opera artistlarining bo'lishga tegishli sharti. Pek yaxshi ko'raman, naqsh aytishni o'zim yaxshi ko'raman. Bir fursat beraymi unda bo'lsa? Hozirlanib turib olaylik, yurkim sep Hozirlanmada. Hozirlanma. Hozirlan bir naqshdan birini ham aytitimiz, andan keyin o'tirib ketimiz ada. Qanda? Sizlar dangla. Ha? Ha, mana. Bunda senlardim sizni bunda naqsha aytgan oltingizda ko'migim xeli o'qib tuchu. Ma'qul. Qo'shildingiz a? Qo'shildim. Sinsan. O ma arsan akinde kalmadı bileklerine men yadin gıyet yetkende acan dostum köyme yüreklerine Üçüncülük bozuldu. Nima degan bu chingchong boshqacha o'zikin a? Chingchongmi shu naq maydonda mundaq musiqasiz aytishning o'zimi ko'rinmalar bilan bo'lgan orliqni texim yaqinlashtirdi deb o'ylayman. To'g'ri. Ular bilan mush nafaslarimdan tortib, bir-birimizga qarshi turib aytyapmiz-ku, shunchalik o'ttirimizda bir xil texim yaqinchilik paydo bo'ladi. Naq maydonda degan bu boshqacha bo'ladi. Shu halqi sahnada televiziyaga nurg'un naqshlarni aytimiz, uning bilan faqat o'xshamaydi. Unda biz azroq jiddiylasib qolamiz, nafaslarimiz qisilib turdi, lekin har bir holatlarimizni mushular naq maydon mushtaq his qilsa, bu bir taxmi. Shu naq maydonda agar qiyib ketib qolsangizmi, odamningki sharoiti har vaqt o'xshash bo'lmaydi-ku. Masalan, zukamdab qolamiz, har xil bir sabablar bilan shu ovozda to'g'ri chiqmay qolgan xohlasidimi, naq maydon bo'lsa, cho'qim ko'rmalar uni to'g'ri tushunadi degan gapda edi. To'g'ri, chunki biz opera artistlari hamda butun naqshini bir operada 20 dan 30 gacha hatto shu 10 necha deymiz. Har bir operaning salmoq o'xshamaydi-ku. Har xil naqshlarni o'rinlaymiz. Shu naqshlarning ba'zilarida bir jigirib surib naqsh aytadigan, mana qizlarning kichik qizlarning rolini o'rinlagan vaqtlarda. Anandan yana ba'zi yerlarda yig'lab turib naqsh aytadigan yerlari bor. Qattiq qayg'urib turib, ko'zlarimizni taramlab yosh eqib turib o'rinlaydigan ashtaq naqshlar bo'ldi. Ashundaq vaqtda cho'qim ovozlar bilim degili bo'lmaydi. Azroq alqimdaq jitilib ketib qoladigan. Shu ovoz yana tomoshabinga bekrak tegidi. Azoblanayotgan vaqtda hatto naqsh aytish emas, gap qilsingizmi, ovozlaringiz bir xil titrab ashtaq holat paydo bo'ldi. Lekin uningda texmi bir xil odamga ta'sir qiladi, chinlik tuyg'usi beradi. Rahmat edi. Rahmat. Bak turg'izatdim ha-da. Shu sel o'tirgan. O'tirib qarang. Ma'qul. Shunaqa keldingiz edi. Adamim bunda qarsam, lekin siz Guljamaldan ozroq o'xshay qolgansiz. Guljamal ikkimiz saboqdosh birinchidan. Ikkinchidan maktab 15 yosh, 16 yosh vaqtlarimizdan birga ta hozirga qadar davomli birga xizmat qildik. Ham xo'shna davomli birga ikkimiz. Ashta qo'g'a chiqimkin alqi ikkimizni davomli birga ko'rib qoladichiqlar. Biroq chiqsaq birga kirib chiqib degandek. Shuningga alqi badan turqimiz ya o'xshib qolamdiki, odatda chiqadanlar bir yo'q uchrab qolsa. Mimikangizni o'xshaydi. Gapotgan vaqtda mimiklarimiz Guljamal asli to'qay dedi. Guljamal bek chiroyli. Demak, nima chiroyli demoqchi qo'ydi? Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. Odam o'zini maqtash kerak-ku. Ham boshqalarga maqtaydi-ku hamda. O'zini cho'qim men dunyodagi eng chiroyli, men eng qaltis deb berishim kerak ekan-ku. Bir kitobda o'qisam shunda bir yozibgan, u psixikaga bevosita ta'sir qildi ekan. O'zini maqtash, o'zini o'zi xush qilish, bu bir yaxshi ish. Odatda o'zimizni o'zimiz xush bo'lamiz. Men cho'qim bundan keyin texim yaxshi turishim uchun, o'zim texim go'zal turishim uchun, xalq uchun texim yaxshi xizmat qilishim uchun, xalqning ma'naviyatini texim beyitish uchun, men o'zimning shu badan qurilishimni, o'zimning holatimni yaxshi saqlay. Chunki bizning bu holatimiz biz xalq tava deb o'ylaydi ekanmiz. Rost gapsa men ashta o'ylayman. Ashunaq bo'lgandan keyin o'zimizga qattiq talab qo'yamiz hamda. Shuningga o'zim chiroyli unda degan gapni hargiz demayman. Bu bir rost gapni qilganda biz umumyuzlik artistlarda mush o'zini bek
maqtaydigan ashtaq ko'pchilikmi his qilamdiki ashtaq narsa bor meningcha bo'lgan vaqtda nayt kichik bil kamtar bo'lsangiz shuning o'zi bir go'zallik o'zingizga talabni qattiq qo'yib xizmatingizning uddasidan yaxshi chiqib o'zingizga tegishli bo'lgan xizmatlaringizni yaxshi olib borsangiz shuning o'zi bir xil go'zallik fazilatlik bo'lib boshqalarga mehribon bo'lib apuchan bo'lib boshqalarning kamchiliklarini qo'shib turib yaxshi ko'ra oladigan bo'lsangiz başqalarning xo'shalliklarini o'zimning xo'shalligim deb bilasizsiz. Başqalarning qayg'usiga tang qayg'ura olasizsiz. Ammo shunday bo'lgan vaqtda bu dunyo shunchalik go'zal bo'ladi, bu odammi shunday bir go'zal odam deb hisoblanadi deb o'ylayman. Bular biz san'atkorlar cho'qim shunday bo'lishimiz kerak. Chunki biz mush ekranlarga ko'p chiqish orqali boshqalarningki bir xil nuqta so'p qolamiz. Bakroq diqqat qiladigan nuqta so'p qolamiz uchun bizning har qanday bir ishlarimiz boshqalarga naytdi aynakdak aynan bilib turdi bizning qilgan ishlarimizni masalan yoda o'yin bo'lsin yo televiziya stansiyalar burun qo'ygan filmlar bo'lsin bizga nisbatan nayt hamda boshqalarda bir xil tushunch bor. Amdaq bo'lganlik uchun texmi kichik bil bo'lay, kamtar bo'lay deb o'zimizga mushta talab qo'yishimiz kerak. Lekin bizning bir xil ortiqchiligimiz deb biladi ekanmiz, bizlar o'zimizni shundoq maqtaydigan bir mukofotlarga erishib, cho'ng utuq qozongan vaqtda o'zimizni boshqa odam shunda bir og'iz maqtab qo'ysa, 10 og'iz maqtab soladigan, o'zimiz bek hayajonlanib ketib, putingizga bir xush qo'yib, 5 tal xushni qo'yib o'zimiz bunda chiqib oladigan, hakavrib qoldigan, ashtaq bir xil kayfiyatlar bizda bor. Bu ortiqchiligimiz emas, hozir o'ylab baqsam bu bizning bir xil yetarsizligimiz ekan. Shuningga men o'ylayman biz faqat abatim degandek hammadan bizni to'niganligi uchun bizning kasbimiz alayda kasb bo'lganligi uchun hamda boshqalar bizni juda hurmatlab mukofotlarimizni bilib qilgan natijalarimizni ish izlarimizni bilib turibdi. Lekin bizdan sirat masalan nurg'unlagan odamning yuraklarini yerib operatsiya qilib odamga hayotlik berayotgan doktorlarimiz bor. Bu to'mirlarni osmonda uchirayotgan nurg'unlagan olimlarimiz bor. Nurg'un jenini paydo qilib qo'yib boshqalarni qutuldirayotgan qahramonlarimiz bor. Demak, biz ularning oldida hech nima emas. Men ashtaq o'ylayman. Lekin biz faqat o'zimiz tepib yeyotgan nenimizning shunun nenimizga yuz kelalaydigan hukumatning partiyaning bizni tarbiyalab sahnani yaratib berganiga shunun yuz kelalaydigan o'zimizning xizmatini yaxshi qilib shuningdan o'zimizga minnatdorlik tuyg'usi bilan xalq uchun xizmat qilsak bo'ladi degan tuyg'u bor. Meningchalikdek g'avrlik qilib asta qilgan sir odam bir xil satlashib ketadi. Shundoq ma'nosi qancha kichik bil bo'lsangiz, apuchan bo'lsangiz başqalar qancha mehr muhabbat bersangiz siz shunchalik texmi go'zal ko'rinasiz uka. Şunu men o'zim izchil turda mushakavurlik qilish yoki hol paydo bo'lib qopti deydigan ashtaq narsaning bo'lib qolishidan faqat azar aylab o'zimni shunday saqlab kelyapman. Bu bir xil artistningki fazilati shu. Boshqalarning go'zalligini huzurini olsak, o'zimizning kamchiliklarimizni davomli o'zgartirib tursak, boshqalarning yaxshi taraflarini o'rganib o'zimizni to'liqlab mangsak, bu vaqtda biz haqiqiy xalq so'ygan bir artist bo'la olamiz. Bu xalq bo'lmasa, bizning partiya hukumatimiz bizga shunchalik yaxshi sahnalarni hozirlab bermagan bo'lsa, bizning xalqimiz biz uchun olqisada yangratmagan bo'lsa, biz yanada xalq artisti bo'la olmaymiz. Shuningga mushu sahna biz uchun aytimi muqaddas joy. Sahnani qadrlab, butun vujudimiz bilan ajr qilsak, uning javobi cho'qim keladi. Lekin azroq natija qozonib oliblar hakavrlik qilsak, bir kun bo'lmay bir kun biz boshqalarning nazaridan tushib qolamiz. Shuningga shu kichik bil bo'lish, muloyim bo'lish, mehribon bo'lish, to'xtamay o'rganish, to'xtamay o'zimizni to'liqlash mening uchun, artist uchun naytimi muhim deb qarayman. Uning ustiga bizning safa, bizdagi safa qancha yuqori bo'lgan siri odam ishtaq bir xil kichik bo'ladi ekan. Hamma tarafdan o'zimizni mukammal qilishimiz uchun diqqat qilishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri, shuni tavsiya qilsa-da. Tavsiya qilaman. Chiqiblam cho'ng bir darslik bo'ldi. Bizlar uchun, bizdagi yoshlar uchun shunday bo'ldi. To'g'ri, bu haqiqatan anlash kerak. Yo'q, ada, mush cho'lpan keldi programmamizdangmi? Hamda nurg'ulg'an tomoshabinlari asos jihatdan mush kasbni yaxshi ko'rdiganlar, anadan keyin mendek tanqurdoshlar, davrdoshlar jiqroq ko'rib qoldi ekan-ku. Masalan, mush soha ustida izdandigan, tirishayotgan yoshlar bek jiq ko'rdigan. Ulardan jiq anglagan so'zim, hamda mush ustozlar chiqqan har bir son bir darslik bo'ldi ekan, bishida o'tgan kechirmishlarimi, bir raslan menga ta'sir qildi deydigan nurg'un do'stlarim ko'rdik-ku. Shuni qarab, bu haqiqatan ta'sir bo'yitibdi deb o'zimmi bir xil faxrlik tuyg'ularni bo'lib qoldim edi. Shuning uchun abay degan gap turangizmi cho'qim bizdagi yoshlarga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Yana bir qitim hammalarga vakolatdan bir rahmatimni bildirmayman. Sizga rahmat. Unda bo'lsa-da, ras
Bismillah şu noktaga kelamdiq. Degem gidisin. Güzel Qurban İslam sizning simoyingizdan ko'z oldimizga keldi da. Siz to'g'riliq nurg'un bir ishlarni bilmaymiz, lekin bilishni xohlaymiz. Turmush ishlari, masalan, balliq vaqtlaringiz, andan keyin cho'nglarmi burunmush san'at sohasidami deyak, emasmi deydigan nurg'un savollar bor. Yurtni nada deb yurtingiz navbatingiz qo'ydi abay. Endi tafsiliy bir deb bersangiz bir anglab bilib olsak bo'larmi dedi. Mahbiyatliklarni ichib o'taylik. İchib o'taylik. Qashqar viloyatining Məkit nahiyəsində, yəni Dolan Dəryası vadisində doğulub öskən, mənim ösmürlük dəvrim naitimi şadxoramlıq içində ötken. Hazır oylasam şunçalik xoş bulubatman, hayacanlanıbatman. Aşındaq bir mühit çoğ bulub, hazırqıdak bir müşnaq bir sənətkar boğunamğa üzəmmi. Şunçalik xoşalman, bəxtlik artistman. Mən kiçik vaqtlarımda çoğ bolsam, çoxum sənətkar buluman. O vaxt sənətkar deyəməydik, sənətçi buluman deydik. Biz o vaxtlar sənətçi, naqşçı deb ataydık. Çoğ bolsam sənətçi buluman deydim. Başlanğıç məktəbdə oxuyatqan vaqtlarımdamı məktəbnin hər qandaq bir fəaliyyətləri olub qalsa, məsələn, balalar bayramı deyimiz və başqa hər qandaq. Mən tək təntərbiyəgim şunu qamraqdım. Şu vaqtlarda həmmisi şundaq aktivçiliklə qatnaşatdım. Ügünüşüm şundaq yaxşıdı, ügünüş başlığıdım. Tək balalarının tapşırıqlarını apırıb öy təkşürüşlərim var. Malumat. Çünki həmmə işlər bir xil əstaydil muamilə qılıb gəlgənlər. Dolan Dəryası vadisində siz bilirsiniz, Məkit nahiyəsində məşrəblər bulunub durdu. Dolan maqamları yangrab durdu. Biz kiçik vaxtlarımızda məli-məlilərdə məşrəb bulatdı. Şu atanımız bizni əlib baratdı şu yerə. Şundan olan üyəg berib tam məşrəb oynab bəlkə birisi ügətgən emas. Kiçik vaxtlarımızdan başlap hazırgacha mana Dolan sənim şundaq çıxqandan çıxıblab oynab getdimiz. Onu birisi ügətgən şu kiçik vaxtlarımızda şu mühit çoğ bolğanlığımız üçün aştaq deyimiz qan tomirda sınıb ketgan bir hissiyatgan o. Şunun aştaq bir mühit çoğ bolğanlığım üçünmiki mendiki sənətə bolğan iştiyaq, sənətə bolğan arzu arman, mendiki muş ovoz, mendiki muşu Tarixçilik mənim aşı şutum ata qıldım ekan deyman. Kiçik vaxtınız bək mühimçü. Adamga nisbətən bir əsas sağıcıdan. Onun üstüge mənim dadammı bizga qattiq talab qo'yatdi. Nima ish qiladi? Dadam biz kadr ailasi tug'ilgan deydikanmiz. Hozir ziyoli ailasi tug'ilib o'sdim deydikan bu. Dadam bir to'y xatini kesib, ajrashtirdigan menjing judak mislan. Yana biriga buxgalter necha xizmati bor dadamninki. O'z unda bo'lganda nayt aktiv. Hamma ishda bir dadam partiya a'zosi bo'lgan ekan bizga cho'ng bir natija qazanskan bolalarım, unda qiyada cho'ng bir yuqoriyat ishlaskan demayman. Lekin birinchi bo'lib yaxshi odam bo'linglar deb shunday qattiq talab qo'yatdi. Opam shunday mehribon, bizni hatto sen deb bekrak vaqirg'inni uqmayman jum. Shunchalik muloyimdi. Shuning qashtab bir yaxshi oilada, yaxshi bir muhitda tug'ilib o'sibdiman, cho'ng bo'pdiman. Keyin partiyaning yaxshi siyosatlaridan bahramand bo'lib, markaziy teatr şöyeniga, ya'ni Chongyang Shiji şöyeniga qabul qilindim. 3-qaror bu deyman. Biz 3-qaror. Shu Guljamal obadan deb o'tdingiz. Xayrigul Hasan, İzzat İlyas, Jamila Odil Mejid, Turg'un Emir, Nijat Niyaz, O'shir, shularning hammasi biz saboqdosh. Ashundaq bir saboqdoshlarim bilan birga maktabda o'qig'anim, bir maktabda o'qig'animga hamda bir uymakda ishlaganimga, ashtaq saboqdoshlarimning bo'g'iniga men shunchalik o'zimni baxtli his qilmadan faxrlanaman. Lekin meni kolonda o'tmaydig'ini bu saboqdoshlar hammanglar to'nilib ketdinglar. Hammanglar futuq qazinib ketdinglar. Bizni mush maktabga tanlagan vaqtda, o'quvchi qabul qilgan vaqtda bek qattiq talab bilan tanlagan. Askab qilgan. U vaqtda siz imtihondan berisiz, san'atdan qobiliyatingiz bo'lsa, talantingiz bo'lsa, da shu imtihonga qatnashmaydik biz. Gavkav qatnashmaydik. Masalan, men naqshni shunday yaxshi aytgan bo'lsam, bu alayda naqshida alayda talanti bor ekan deb qabul qilgan. Ondan keyinki masalan imtihonlarga, masalan Gavkav imtihon abatini deb o'tdim. Biz qatnashmagan. Shu asos jihatdan artistning talantiga bakrak qaraydi. Keyingilarmi shunday bo'lyapti. Yaxshi, hammasi shunday talantli, lekin bizning sinf qarorga kelganda mush operaga o'makda ishlaydigan bo'lg'achqa, mush ovoz naqsh aytalaydigan bo'lsin degan talabni bakrak qo'ygan bo'lg'achqa, bizning sinfdami, bizning saboqdoshlardan naqshchilar xeli ko'p dangli naqshchilar chiqdi. Saboqdoshlar maktabdan boshlab bir-birimiz yar yo'lakda bo'lamiz. Kichik 15 yosh o'ylab baqma. 15 yoshdan ta hozirgacha o'ylasam, ota-onam bilan unchalik uzun turib baqmadim men. Faqat o'zimning hozir saboqdoshdan o'tib, sirdishim, saptishim, hamriyim, hatto bir qarindishimga aylanib ketdi desam bo'ladi.
Şunun her qanda qaygılarımızda, xoşallıqlarımızda her qaçan bir-birimizga yar yülek bulup şunday yaxşı ötüvatımız, bir-birimizni bək qədirləyimiz, bir-birimizden her qandaq bir iş çıkıp qalsa, bütün işimizni taşlap özara hemkarlaşımız. Şunçilik şununğa bir xilalqi, ma bir qulunuzda mındaq iştəsiniz güçsüz, şundaqmı? Ma 5 barmaq bilen birisini mındaq urğa vaqtda onun güç. Demek ömlük. Bizde bir xil nayıtı bir-birimiz bilen ittifaq ön bolğandikin her qandaq qağa işlerimizde hal natija bowatydy. Sabaqdaşlarım nerede qatım tilga alsam şunçilik hayajanlanaman. Lekin men o'ylaganim dal aksken juma. Men tek qanday o'ylabdiman desangizda. Çoxun bir raqobatchi bo'lib qoldi deb o'ylabdiman-da. Chunki hammalar o'xshash tunuldinglar. Unda bo'lgandan keyin kes cho'qin bular raqobatchi bo'lib qoldi. Senda men qalantim deydigan cho'qin bir narsa bor deb o'ylar ekanman. Bu dunyo shu raqobat bo'lmasa taraqqiy qilmaydi-ku. Lekin u raqobat, o siz o'ylagandek raqobat emas. Bizning o'tirimizda bak ittifoq hammamizningki uning ustiga mandaq tutgan yo'llarimiz, kasblarimiz teatrda şu yanda o'qiganimiz bilan jamiyatga chiqqandan keyin opera ömek ishlash jarayonida o'zingizning tabiiy bir yo'lini topadi ekansiz. Hammamiz bir o'zimizning relasiga kirib qoldik ekanmiz. Masalan men opera artisti, masalan G'unchamni o'ynadim, Gulamxon, Mustaq kelgan mehmonda Jagulendam, undan boshqa nurg'ulg'a g'arb sanamdaymiz. Bütün asas yatmış opera ömek tayyorlangan asarlarda hammasida naqshsi va obrazni jiqroq o'rinladim. Masalan Xayrigulni, Guljamallarni misolishtirsak, ular özünün yolu etotlar bilen, dramalarda özününki talantını şundaq yaxşı namayan qilib, şundaq tonulavatdı, şundaq mı? Men turuplam Gülcemal oynagan son okunu oynaymatsam urulmam düşmeydi. Şundaq mı? Gülcemal turuplam ben G'unchamni oynaydım dese belki naqshi jihatdan o başqa jihatdan sel qolaysız bo'lib qolishi mumkin. Shuningga hamkorlasak, hamkorlashimizki herkes bir-birimizni putlaydigan, ko'ranmaydigan, yomonlik o'ylaydigan ishlarni faqat qilmaymiz. Hammasi o'z yo'lida o'zlarining kuchini ko'rsatavatdi. Hem de özününki şu çolpanlık altını şundaq yaxşı saqlab kelavatdı. Kam çolpan bolmak şundaq asan dep o'ylayman. Bir keçirdim çolpan bo'lib ketishimiz mumkin. Bir bavjan qiliblam, bir naqshi bilan. Lekin bir yaxshi sanatkor bo'lish, fazilatlik, axloq hamma jihatdan to'lgan bir sanatkor bo'lish meningcha intayin muhim, ham bek müşkül. Təs. Bununla aş bir o'ringa chiqqandan keyin şu o'rningizda uzun turalab, aş o'rinni saqlab kelish bek muhim. Bıraklam yo'qolib ketishimiz mumkin. Bıraklam hech ish qilgingiz kelmaydi, lekin o'zliksiz tirishib, davomli mushtaq izlanib tursangiz, yana shu chaqnab turdi ekansiz. Bizning mush saboqdoshlar bilan sizga deb o'tgandek haqiqatan hamma jihatdan hozirgacha tirishyapmiz. Ham o'rtaq tirishimiz. Rahmat. Unda bo'lsa adam shu o'qigan putdagan maktablaringiz shu. Endi boshlang'ich maktabni maktab o'qigan. To'liqsiz o'ttirnimi maktab o'qidim. Shu 14 yosh vaqtim, bu daim vaqtimizda kichik maktabga beribdi ekan, 5,5 yosh, 6 yosh vaqtimiz. Ana shu 8ni bitiriblam, to'liqsiz o'ttirni bitiriblam, Qashqasifanga. Shu fandaydi shu Qashqasifanga san'at sinfiga imtihon berib o'tib qoldim-da. Yarım yıl bula bo'lmay markaziy teatr sho'yandim. Bizning sho'yan Shiji sho'yandan imtihon og'li beribdi. Onun bir qatnashib qolib, ta'limga o'qish menga nisib bo'lib qoldi. Shuning bilan markaziy teatr sho'yaniga o'tdim. O ishlarni desam shunchalik bir xil. Hozir shu kunlarni qandaqmi o'tkazgandim deb ketdim. Masalan, biz Beijingga berish uchun u vaqtlarda qatnash shunchalik qolaysiz. Maktabdan Qashqarga kelish uchun 2 kun vaqt sarf qilardik. Maktabdan yakanga kelib bir axşam yetib oladi. Andan keyin Qashqarga kelib bir kun turib, Qashqardan Urumchiga 5 kunda keladi. Jami 7 kunmi? Hem bu yer kelib bir kun turib Beijingga borgacha 4 kech kunduz poyez. Shuning bilan berishimizga 12 kun vaqt ketganda men shu vaqtda men nagim kelib qolgandim. Men 2 kun kelgandim deb bas pushaymon qilgan. 12 kun o'ylab baqman hozir shu 1-2 soatlik yo'lni shu vaqtda biz 12 kunda bordik. Shunchalik jafo tatgan, lekin jafoliq bo'lgani bilan hozir o'ylab baxsam, shunchalik ma'nilik, ko'ngillikkan. Shunda qilib o'qib ketdingiz, qanchinchi yil o'qish xizmatga chiqdingizda? 86-yili, 82-yili berib, 86-yil xizmatga chiqdim. Maktabda nihoyat yaxshi sistemalik tarbiyalandik. Bizga aktyorlik bilan naqsha, san'at kasbinlam emas, psixologiya, sinişiyor. Jo'shiyor, masalan falsafa, tarix, undan boshqa nurg'ulg'an darsliklarimiz vardı. Hamma tarafdan mush artist, bizning Jongyang Shiji bir alayidligi, bir artistni hamma tarafdan mundaq mukammalroq qilib tarbiyalab chiqadichi. Hamma tarafdan, chunki opera artist bo'lsangiz, teatr artist bo'lsangiz, uningamish obrazni tahlil qilaligidek, analiz qilaligidek bir odamda ideya bo'lish kerak, safa bo'lish kerak. Bir obrazni o'rinlash uchun biz degan shunchalik ajr qilamiz hamda. Shuningga
Aş maktabda şu vaqtidan o'ylagan bo'lsa kerak, bizni shu hamma tarafdan bek nayt bek sistemalik tarbiyalagan. Vanxuak madaniyat darslarimiz shunday ko'pdi. Davlat tilini mo bek yaxshi o'rganibsiz-da shu vaqtda. Davlat tilida men nildim. Toshkentdan men Beijingga borgan vaqtda shu davlat tilida shunchalik qiynaldim danga. Poyezddan Beijingga tushgan vaqtda poyezd stansiyasida bizning saboqdoshlarimiz aslida o'ylab baqsam şu Nijat Niyaz, Adil Mecid, yani Alim Ababekir'e de bir savaktaşımız vardı. Şu savaktaş yani bir Hanzu muallimimiz aldığımızda çıkıptıken. Aşağıda muallim, neyim desem müştak kılıştım başka iş yok. Şu fəli var deptiken şu vakitte tamam edip şu fəli var dese. Oğlum ya, donşiyip diye olamadı. Mesela biraz sen jutup getti o deysi mi? Şunu donşiyip diye olursa ben ciddileşip ben aşınçilik gapnimi o bir xılalıqı bilmeydiken mi? Öyle baksam bu biz çoğun boğan şu yurt bilen münasebetlikmeki belki şu vakitte devlet belki tılıda. Belki ürümçüden bağın bala bize Ular sel yaxşı. Ularınki hem de mesela yasliden başlap devlet tili terbiyelenip, devlet tili okup kalgan savaktaşlarımız şunda çıktı. Şunu meni aşı vakitte muallimlerimiz ma okuq için hata aptık ve kandaklarımızdan terbiye yaptık. Sözleyeli gidek boğuşlap şunda pişayman kıttık. Demek men şu yerim yılgı bağmağan vakitmin içine qattiq tirishdim. O tirishchanligimni hozir o'ylasam mı? Özemge özem rasmi qo'l qo'ymayapman. Yerim yılda öğrenip oldunuz mu? Yerim yılda itotlarınki sözlerin sahneye çıkıp sözleyeligidek, adet turmuşda Allah'laşıp jol qılaligidek baştaq seviyege yetdim. Bek tirishdim. Men kech tarafda uxlasam mı? 2-3 saatdan uxlaymanmi ki bir kechida. Şu bütün yoğun qog'ozga müştaq peniyindan tatib qoldik yezib elib biz astın üstün karvat yatatdık. Üstüge çaplap koyup küzenmiştik. Açsamlam görələydiğən alet qoyup aşındaq tirişatdım. Keşte başqalarının aram elişiği təsir yetip qalmışsın dep taydınğa löngülən yep qoyup durup şunçilik tirişqan. Ama oylasam şununki bir işqa əcir qıldı ekensiz. Şunun alavudun çoqum kürdü ekensiz. Alqi fuçucu ya ibadet etken mesela alqi onunğa qançalik aqid qılsınız, əcir qılsınız onun layiq netice buludu ki. Hazırım şunu ölmekte kanda çoğun dramalar olsa, devlet tilde oynanılan dramalar siz bağı da şu an. Şunun alavıtı da. Şunun alavıtını köydü. O vaxtlarda sizden emez Nurgun hem de ustazlar başında degen. April Samet apan başında degen. Hatta okumaydım o vaxtda. Şişmeyi alımen de şu ayak mı yaptım Demədim, şu hikayələrim sözləb bəgəndə biz külüb tərəqqiyatqa bağlıqda da Nurgun işlər. O herkesmeyle kemçilik hesaplanmaydı. Şu hikayələrini anlığan ki bizmi hem de yaşlarımı oylab qaldık ekemiz. Hazırqmış turmuşumuzga minnettar bolsaq buladı ki cuma hazır degen nima qilmansaq şunu qilar ekemiz, nimaga yaxshi deb bir minnettarlik tuyg'usi kuchayib mangdi ki bizga nisbatanmi. To'g'ri, endi adamda çok minnettarlık duygusu buluş gerek. Muş körüvatkan küllerimizge, erişivatkan küllerimizge çok minnettar buluş. Aştaq boğan vakitte adam rahat yaşıqıl buldu ki. Hem nersige erişsem, anım alsam, manım alsam dep bir xil aç gözlük bilen yaşasınız, çarçap yaşaysınız şu. Yellimi bizning erishkinimiz az emas. Yaxshi kunlarga erishyapmiz siyosatlar shunday yaxshi. Endi shuni qadrlasak, minnatdorlik tuyg'umiz borgan sir kuchaydi. Qancha qadrlagan sirimiz. Ashtaq minnatdorlik tuyg'usi yo'q odamlar kuni yaxshi bo'lmaydi. Meningcha hamma ishlarga chepilib, butun o'zini charchitib yashaydi. To'g'ri. Shuni bek to'g'ri dedingiz. Meningcha shu odam oldi bilan bizni tug'ib, mush dunyoga ko'z ochqizgan ota-onamiz. Anandan keyin bizni mush tarbiyalab o'qitib, shu sahnalarni, shu xizmat o'rinlarimizni bergan partiya hukumatimizga cho'qim rahmat bildirishimiz, minnatdorlik tuyg'usi bilan turishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Ada unda bo'lsa sizningki tunji o'ynagan obrazingiz qaysi? Teatr qaysi? O'qish bitirib qaytib kelib, Amanisaxon operasida Amanisaxonning obrazini yaratdim. O'zim maktabda cho'ng bo'lgan Amanisaxon To'lan daryosi vadisida cho'ng bo'lgan deb hammiz ashtaq bilamiz-ku bu tarixni. Ashtaq bo'lgandan keyinki o'zim ash rolni o'ynagan vaqtimda shunchalik hayajonlandim, yaxshi ko'rdim. Shuning ayt nurg'un kitoblarni ko'rdim. Lekin naqshlarini o'rinlash jihatda men yangi o'qish bitirib kelgan bo'lg'ashqa bizdagi bir xalalqi naqshlarni aytishda ovoz bo'lgan bilan bir xil puroq, bir xil milliy alohidalik kam tuzrak aytib qoldi ekanmiz. Shuningga shu burun ustozlarimizni o'zimizga ulgu qilib turib, shularning aytganlarini nurg'un qitim anglab, mengishlerimizdan tortib, so'rab, ashtaq so'rab o'rganatdik. Biz maktab 4 yil maxsus aktyorlikda o'qidik degan bilan bu jamiyatga chiqqandan keyin
sahnaga kelib, ömək kelib ishlagandan keyin u qat'iy o'xshamaydi ekan. Bu yerga chiqqandan keyin siz gangrabla qolib ekansiz. Maktabda muallim bir qadam qo'lingizni yetlab o'rgatgan narsani o'zingizga tashlab berdi jamiyatga chiqqandan keyin men obrazni sang berdim sen yarat deb. Bu jarayonda menmi o'zimni bek maqtab ketkim yo'q. Bek tirishchaman deb undaq desam hozir o'zini maqtash to'g'risida yaxshi emas. Lekin endi ajr qilganimga loyiq shundaq yaxshi bo'ldi ham mamlakatlik opera ko'rgida eng yaxshi artist mukofotiga Suyjab Yoyanjang. Ashunga erishdim. Kelib lamashda bir cho'ng rolga erishganligimdan aytdim xursandman. Hozirgacha eng cho'ng erishgan natijangiz qaysi? Cho'ng mukofot. Deb o'sam bakchiq. Anlaydichu? Go'yuanning alayida ta'minotidan bahramand bo'ladigan mutaxassis degan mukofotga erishdim. Mamlakatlik emgak namunachisi, mamlakatlik o'xshasha ishimizga mamlakatlik Wuyi Gongchangjiang 5-1 qurilish mukofotiga erishdim. Mamlakatlik emgak medaliga erishdim. Uningdan boshqa mamlakatlik Gulamxon obrazini o'rlab mamlakatlik Wang Huabudun bizga berilgan eng yuqori mukofot Jonghua madaniyat javhiri mukofotiga erishdim. Mustaq kelgan mehmondimni ko'rak qatnashib mamlakatlik opera ko'rikida uning yana bir qatim, ikkinchi qatim Wang Huajang hamda shu madaniyatlik Jonghua mukofoti. Wang Huajangni odatda madaniyatlik Jonghua mukofoti deb tarjima qiladi ekan. Biz buni madaniyat javhiri mukofotimi deymiz. Shu mukofotlarga erishdim. Undan boshqa yana pakchiq Sen maqtagan bo'lib qolman. Undan keyin Abnum Rayin bo'yicha alayda to'p yaratgan mutaxassis deb necha qatim mukofotlandim. Emgak namunachisi yana undan boshqa 8-mart Qizil bayroqdari Şinjan'ın etish gullantirish medali bakchiq ish qilib mush partiya shu partiyaning siyosatining eng afzalligidan eng foydalangan baxtlik talaylik artist. Ras gap qilsam o'zimni hozir maqtaya. Bir rolni menga berib qo'ysa, hamma ishimni tashlab bütün vücudum bilan kirishib ketaman. Mening mushu yeshimda, masalan, menga nisbatan aytganda 22 yoshlikdan 78 yoshga bo'lgan oraliqdagi bir rol kelib qoldi yaqinda bizning idora meni taklif qildi-chu. Shu rolda masalan Chigiri qovdug'uchisi degan asarda Yingyechi muzikalik teatr. Shuningda Vedoyo apandim bor-ku, Chigiri qovdug'uchi shu apandimning ayolining roliga chiqqandim. Hozirgi yeshimda dahshat charchadim ukam. Kech tarafdan aramanmaymiz, kunduzni kechiga ulab shunchalik jafoliq, iliq naqshlarning jiqlig'i, sahna tekstining jiqlig'i, uning ustiga biz chiqadigan palanpaylarmi bir necha metr, 4 metr kelarmiki, ash egizdan tushayotgan, chiqayotgan shu jarayonlarda ish qilib xeli charchadim. Lekin menda bir xil o'zim yengiydigan bir xil ruh bor. Ash ruh meni terab turyotdi-ma ichimda. O'zimni qo'yib bersamdan balki ish qilib tushsam, og'rib qolishim mumkin. Bu yoshga kelgan vaqtda salomatligimizmi bak yaxshi degidek bo'lmaydi ekan. Lekin bütün kuchim bilan tirishib, shu rolni shunchalik chiroyli, shunchalik o'mak rahbarlari, ichkirdan kelgan rejissyorlar, rahbarlarimiz rozi bo'lgudek shunchalik chiroyli o'ynadim. O'zimni bir xil xo'sh bilaman. Endi cho'qim bir ishni qilgandan keyin shundan natija chiqish kerak-ku. O'zim bo'lgan talabmi bak ustun, mukammallikni qo'g'lashganligim uchunmiki, bak charchab yashayman desam bo'ladi-mish, kesib kelgandiligim. Sahnani o'zimning ikkinchi uyimdek hisoblayman. Amal bo'lsa shu yerda boshqalardan burun berib, keyin qaytib degidek shu sahnada mening hayotim. Shu yerda qonibli qolsangiz. Ba'zi vaqtda bu gapni deganjimi boshqalar voy yotgan ko'pingiz apirib ashad bo'lsangiz. Sizga nima kerak? Mushi yeshingizda hozir siz olmagan mukofotmi qolmadi? Bütün narsaga erishdingiz. Shu uyda o'tirib aramasangiz bo'lmamdi. Nimandaq charchab yashaysiz go'zal nur. Bo'ldi qiling, o'ynasangiz yana shu rol o'ynab qolmaydi ekansiz deganlar bo'ldi-chu. Hada deb yoshlarmi dedi, nimandaq qilasiz? Sizga qarab biz xijilab ketdi ekanmiz, siz mandaq tirishsangiz debchi. Bu o't o'xshamaydi. Lekin o'xshamaydi. Lekin ashularga nisbatan men burundan opera o'makda mushtaq asosiy rollarni o'ynab natijalarni qozonib turgandan keyin yosh bolalarga bo'lsa bir ulgulik rol o'ynay. Mahada mushunchalik yashadim, mushtaq tirishyotdi. Bizga nima degandek bir xil bizmi texmi tirishsak bo'ldi ekan, adam erishgan natijani texmi natijalarga erisha olamiz, mushtaq tirishsak degan ashtaq bir to'yg'uni beray debmichu. Bak tirishdim. Maqtanaylik qo'yay. Men savollar bo'lsa so'rayver. Ayrim deb beraman.
Rahmat edi. Siz to'g'riliq hamda men mo shu bilib olaychu deb o'ylagan savollarimning javobini olib bo'ldim ada hisobda. Balkim nurg'un ko'rmanlarmi, işte o'ylagan bo'lishi mumkin menga o'xshash. Mandamı deb nurg'un bir savollar bo'ladi ki bir odamni yaxshi ko'rsak. Shu programma orqali ko'riklik rol o'ynab, texmi bir yaqinlashtirib degandek tomoshabinlar uchun. Ham tomoshabinlarning bir arzusi. Hozir tushunib oldik, to'liq bilib oldik. Hamda mush programmaniki muqim so'rilgan 8 savolga o'tib ketsak sizda masala yo'q deb o'ylayman. Yaman yerga kelib qolamiz endi boshlab. Endi ketay deb qoldim tutib. Men bak xotirjam aylanadi. Qo'y yana 8 savol. Xotirjam aylanadi. Unda bo'lsa, birinchisiga kelib ketdik. Siz bu yil qancha yosh? Shuni so'ramsiz? Ha, da, shuni. Aha. Muhimmi? Guljamal odam bilan o'xshash yaxshan. Farqlanamiz. Farqlanib aytadi. Guljamaldan azroq kichik. Men bu yil pensiyaga hozir chiqdim. Masalan necha? Tomoshabinlar deb baqsin. Biroq qancha? Mayli 70 yosh, 60 yosh desam mayli. Mabek yag'an bo'lib qoldi. 70 yosh, 60 yosh desam mayli. 45, 47, 70. Mayli 70 desam. 50 mi? 56 kirdim. 56'ya? 56 yosh kirdim. Salomat bo'ling da. Qat'i unda ko'rmagan lekin şu men mo şu 50 bir de ko'rinayotamdim. Ya abalni ko'zi 70 ni ko'rdim. Mayli. Ya lekin salomat bo'ling jumada. Men Raslam ko'nglimdagi gap shu 50-51 ga aran kirdi ya kirmadi deb o'ylagan. Bu yil pensiyaga chiqdim. Chiqqandan keyin endi idora qaytadan taklif qilib meni ishlatadi. Shu nimaga bu qatam qash sizga degan chegara qo'g'diqchi degan muzikalik teatrdimi idora qaytadan taklif qilib ishlatdi. Ashta obraz bek ta'sida, palampay shaklidagi yoshlarning obrazi uchun. Ba'zi vaqtda o'zimdimmi ko'raman, men bekma kasbni yaxshi ko'rgandan faqat yo'q deyamdim. Men bo'ldi aram olay degan narsa menda bir xil yo'q taklif qilganti voy ma'qul deb shunda qizg'inlik bilan qabul qildim. Lekin albatta sizga deb berdim-ku, mush rolni elish jarayonida xeli qiynaldim. Hamma yoshning o'z oldiga go'zalligi, o'z oldiga qiyinlik darajasi ashta bo'ladi ekan. Hamda lekin men albatta so'zlab o'tgandek o'zimni tashlab o'tgan kunim rostdan tugishib ketmadi. Taqdirlar kelib qolsa, talab qilib qolsa borman, kuchimning yetishicha yaxshi o'rinlab berishga men tayyorlikda turaman. Har vaqt. Har vaqt tayyor. Yig'inchoq qilgan vaqtda yana ko'rinmalar uchun xizmat qilishni xohlayman degan gapda. Yana yaxshi nodir naqshlarni aytib bersam, yaxshi mushtaq asarlarda rol o'ynab, nurg'unlagan bizningki burun o'ynagan asarlarimizni hozirgi yoshlarimiz bilmaydi-chi. Shuning bir turib deb qolmam mushtaq programmalarning bo'g'ini, artistlarning burun natijalarini qaytadan yana bir asıltishga, mush yoshlarga mundaq bir artistimiz bo'lgan deb bir xil ko'z tutib qo'yish qilsakmi bo'ladi, bir xil ko'nglida bir sam bo'lib qoladi, mundaq artistgan deb. Nayt yaxshi ko'riklik rol o'ynayapsizlar. Bizning shu san'atchilar bizning kasbda sahnalarda qilib bo'lanmayotgan, to'liqlab bo'lanmayotgan bir ishlarni sizlar qilyapsizlar. Bu sizlarning rolinglar naytim cho'ng bo'lyapti. Chunki shu sizlarning Cho'lpon keldi programmamiz orqali nurg'un san'atkorlarimiz chiqyapti. Bo'lsa buningdan keyin boshqa kasbdagilar cho'lponlarni taklif qilsanglar shundoq yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta so'zlab o'tgandek mesela nurg'unlagan doktorlarimiz bor, qahramonlarimiz bor, shularni akib mushtoq so'zlasanglar, shularning so'zidanmi-chu adam bir xil ilhom oladi. Har bir kasbda bir cho'lpon bor. Hammamiz o'zimizning kasbida. Ham biz faqat albatta degandek faqat mush kasbda bekrak tonilib qolgan, ekranlarda jiq chiqqanligimiz uchun artistlar bekrak, boshqalarga nisbatan bekrak tonish. Hatto ba'zi yerda ko'rsanki, sizni bir yer ko'rganda tuqqunimdaklam his qilmay go'zal nurada bir kunda ko'rib turayotgan qayrindishimdaklam bo'lib qolib aytmas bizni ko'rib boqmagan ashtaq bir tomoshabinlar masalan janub taraflarga asos qatlanda o'yin qo'yib tushsak sizni kunda ko'rayotgandek bek yaqinimdek his qilib ketdim deb ashunaq bizga nisbatan bir yaqinchilik qildi demak ashunaqdan bir xush bo'lib ketimiz qarab chunki ashularninki bizni yaxshi ko'rishlari bilan qo'llab quvvatlashi bilan mana biz bugünkidek o'zimizni bir san'atkor deb o'zimizning qadrimiz bo'lyotidi. Shularning alqi sadolari bo'lmagan bo'lsa, bizning bugünkidek kunimiz bo'lmaydi. Albatta mukofotlarimni san'atdingiz, demayman desam unamay dedingiz. Shu alqi sado, shu mukofotlarimni men shu xalqimizningki alqallardan chiqqan alqi sadolarni texim cho'ng mukofot deb bilaman. Chunki o mukofotlarimiz bizning o'tmishimiz.
o'tmishga aylanib ketdi. Shuningdan keyin yana noldan boshlab qaytadan tirishib to'g'ri keldi. Shu izimiz to'xtab qolsak bo'lmaydi. O'tmishga eslab olganlar bo'lmaydi. Shu davomliq mushtaq ilgirlashga, tirishishga to'g'ri keldi deb o'ylayman. Nagi qanzgini benzan. Rahmat. Rahmat. Keyingisi o'taymada? Endi bir tugdimi? Ajab ozod desam bo'ladi aka. Ozod chiq deyavering ada. O'toydan chaqirib olgan vaqtimda paranglashimiz qilmaydi. Undasi keyingisida siz qanchinchi yil to'y qilgan oilangiz to'g'riliq so'zlab beramsiz? 88-yili. 9-ayning 30 to'y qilgan. Yo'ldoshim o, mening saboqdishim, Mamtimin Abdiriyim. Biz jo'yanshi yashaymiz, endi birga o'qigan, ham yurtdishim, maktablik. Shu ikkimiz muhabbatlashib to'y qilgan, bir-birimizni yaxshi ko'rishatdik. 88-yili to'y qildik. Undan keyin xizmatning munosabati bilan mush bolanim va kechikib olgan. Men 94-yili men farzandlik bo'ldim. Bu farzandim hozir 29 kirdi. 29 yosh kirdi. Yo'ldoshim shunchalik ko'ngil, mehribon, bek kuyimchanti. Meni shunchalikmi qo'llaydi. Har qanday ishlarim bo'lsa, menga bir yar yulak, putumga put, qo'lamga qo'l bo'ladi. O'zim shunchalik bir o'makda bil ishlaydik. Keyin xizmatningki nimasi bilan yo'tkilib Gavotandikilar Mamtiminning alqi jazgo chaladigan, maktabda beoya o'qigandan sirt aktyorlikni jazgo chatmadim baq chaladigan, Tunfan Gavotanlarga berib dab chelish ish qilib qilmaydigan ish yo'q, bek tirishchanti. Shu munosabat bilan Gavotanga yo'tkilib chiqib ketdi. Dajiyo Şu so'qma muzikalar bilan mashg'ul bo'ldi, muzik chelish bilan. Keyingi vaqt kelganda Minzuyo tandab milliy orkestr umiga deb arilib ketdi-chu. Milliy orkestr umiga ishlagan ham mamlakatlik Chavshanda o'tkazilgan ishtaq bir cho'ng bir ko'rakda oltin mukofotiga erishgan. Keyin milliy orkestr umiga ishladi. 2018-yili fan xuji uyan qo'yish munosabat bilan Xotanga berib, u yerdan qaytib kelish jarayoni boshladi. Olamdan o'tdi. Bu vaqtda faqat so'zligim yo'q, Telegramda bu programmada asosiyatdan boshqalarnikini ko'rsamaymiz, o'zining oilasini, hayotini so'zlaydigan bo'lgan ekan. Bir so'zlab o'tib ketdim. Haqiqatan bir mehribon, yaxshi arti. Endi bolamning shunday yaxshi dadisi, kasbim shunchalik tirishchan, o'zim shunchalik faxrlanarlik bir muzikantdi. Ba'zi odamga hayotimizda mayli xushallik bo'lsin, qayg'u bo'lsin, hamma insonga taqsim qildi ekan bu dunyochu. Hamma inson taqsim qildi ekan, xushallik ba'zi odamga burun kelib qoldi ekan, ba'zi odamga qayg'u burun kelib qoldi ekan. Mening oilamga Mamtimga nisbatan burun kelib qoldi. 52 yoshda tugab ketdi. Endi bolam hozir shunday yaxshi, mening baqqinimga, yo'ldoshimning baqqiniga tushliq bizga bek mehribon kichik vaqtlardan boshlab bolamdan shunchalik xo'sh bo'laman. O'zim Dashved o'qib, undan keyin Xinjiang Yishujiyam bizning san'at yurtininki serik o'migida sho'yim operatorlik qilib, tashviqot xizmatlarini qiladi. Shunchalik yo'q shundaq munavvar 1.89 chiqdi falanmi bu shunchalik taqrimini shundaq yaxshi bek kuyimchan bek ko'ngil bir xil dadasidagi bir xil ko'ngillik mendagi bir xil tirishchanlik ash balamga mujassamlangan shundaq so'yinib ketaman balam endi shu asli bab bo'lgan bo'lsa yo'ldoshim hayot bab bo'lgan bo'lsa hayotimizning oxirisida endi bir-birimizga hamroh kerak ashta vaqtda tugab ketib qoldi. Hozir bo'lgan bo'lsa taxmi qadrlab, taxmi yaxshi o'tgan bo'ladi. Endi bu bir taqdir endi. Bu to'g'riliq so'zlimizkan, so'rimizkan deb shunaq bir xil o'ylab kelgandim, lekin so'rab qoldingiz. Men cho'qim bir tilga ilishib tegishli deb o'yladim endi. Cho'qim o'zimiz eng qimmatli deb bilgan odamlarimizni shundaq bir munbarlarga chiqqan vaqtida cho'qim tilga yod ilish kerak deb o'ylab, shuni chiqqanadi. Ko'nglingizni buzib qo'ydim. Yo'q. Biz endi o'ngishib oldik. Das keyingisiga o'taverayman-da. Mayli. Obidadan bilan o'tib o'taman. Obidan, mayli. Oyog'acha ishib turib mayli. Ma'qul. Unda olsa keyingisiga o'taverdim-da. Ma'qul. Sizning odangiz turmushda, oilada ochig'ingiz yomonmi? Sen o biz amda qachon qarsak kulib tursiz hamda lekin ba'zi vaqtlarda sizning o'yinga chiqib olan Jagulandan degan rasmiy salbiy obraz, undan Olmaxon haqida rivoyat degan obraz rasmiy boyning cho'ng xotini, uningda shunchalik zahar bir ayol. Shu haqiqatan ben Chao deb bir asarda yangishan. Uningdimi Shula Furen ana Shulaning bir xon ayolning roliga chiqdim. Ashuningda shunchalik shu jangi chiqalaydigan mehrni beradigan bir ayolning rolini aytdi vahshiy endi. Demak, ochig'im yomon emas. O'zimning
turmushda achchig'i emas. Lekin g'ajdan bo'lib chechiladigan, endi asraq odam deganda normal odamda qapiliqlar, qo'shanliqlar tan keladi-ku, qo'sh kezak mundaq maqandek. Shuningga ba'zida achchig'im ishtiqlam kelib qolgan vaqtlar bor. Lekin oson achchiqlanmayman. Açıq kelgan tutib oldim. Açıq kelganda shu ba'zi vaqtda tutib olamay, chechilib qolma, lekin asraq vaqt o'tgandan keyin aslim kelolma. Rahmat eda. Unda bo'lsa siz tonlagan peshqadam ustoz bo'lish sifatingizdan hozirgi yosh aktyorlarga deydiganlaringiz bormi? Men uzun yillardan beri shu bizning o'makda xizmat qilish jarayonida bizning shunchalik munavvar yosh artistlarimiz bor, aktyorlar. Bizdan ham o'rganish emas, bizmi ularning ortiqchiliklarini o'rgandik. Biz yoshlarda mush davr ruhiy maslasha oladigan jo'shqin, bir xil yangiliklarni oson qabul qila oladigan shunday bir xil ruh bor yoshlarda. Ash tarafdan ular bilan birga paranglashsangiz, birga rol o'ynab, bir faoliyatlar qatnashsangiz shunchalik ko'ngillik bo'ldi ekan. Shuningdan bir xil o'zingizni mashina taysini, psixik holatingizni tangshaydigangami, yoshlar uning ustiga bakti boshliq bo'ldi ekan. Ben şu taraflarda bir xil yaxşı gördüm. Söyneme, şununla ögünüşlük tegishlik yerler bolsa, şulardan ögünüdigan taraflar nurgun bağı. Ular deydigan azraq taklif talab emas, lekin taklif fikir. Azraq o'ttirib qo'ydigan bir taklif fikrim bor. U bo'lsa-mu yoshlarda, hozirgi yoshlarda bizning yoshimizdagilardek bek qattiq tirishchanlik azraq kamchil. Yani bir artist deb atalgandan keyin uning nisbatan cho'qqimnayt qattiq tirishib qilishga tegishlik ajrni qilib, endi bek qattiq tirishmasa hozirgi vaqtda jamiyatning oqida qolib qoldi. Ishonch jihatdan bo'lsin va ba'zi talant jihatdan bo'lsin shunday yaxshi, lekin azroq tirishchanlik kamchil. Shu jihatdan yaxshi bir tirishib ketgan bo'lsa deb o'ylayman. Chunki bizning shu har millat xalqiningki madaniyat, san'atini tashviq qilishda, uning yoshlarning rolini aytdim ko'p. Hozir bir gap esim kelib qiliblam tuyuqsiz chetnab ketdim. Siyosiy kengashning yig'ini qatnashayotgan mezgillarda, yani 4 qarar siyosiy kengashga vakil bo'ldim, 3 qarar vakil, 1 qarar changli bo'ldim. Shu jarayonda bir odam shunchalik bir cho'ng ziyoli mendan tamoq yeyishib o'tirib, paranglashib, shu yig'inning orliq bir tamoq vaqtlar bo'ldi. Shu vaqt o'tirib, "Go'zal nur, mush opera degan, mush putning uchida desab, mangdigan shumi?" dedi. Alloh degandi. Voy aka, siz bundaq desangiz bizning dehqon qarindoshlarimizni faqat ranjimasak bo'ldi ekan. Dey desam, odamning oldida cho'p-cho'ng odam. Men shu o'ylab qoldimda ichimda, bu operani tushunmaydi ekanda. Deb anaqdagi yo'q aka, mushtaq burun siz g'arbsalam, buncha men ko'rgansiz, shu bizning endi opera turiga kirdi. Uyg'ur teatri deb atiladi, ham bizning deb ashnaq deb tushundigan-ki, men shu putuning uchida desam, ma'lum opera deb o'ylab qoldim deganki, u balet teatri. Usul teatriga kirdi, huji kirdi deb ashim dedim. Shundan keyin mushlarni o'ylab qoldim. Buningdagi yoshlarimizning zimmasidagi vazifa bek ig'ir ekan. Biz qilib bo'lmagan ishlarni ular qilishga to'g'ri keladi ekan. Bizning bolalarimiz, bizning yoshlar, masalan, bolalik vaqtidan boshlab shu klubga kirib, o'yin ko'rish, operalarni ko'rish, mushundan bek xoli. Mush faqat mushning yuzlanmayapmiz. Men mush fikrni burun necha qatim o'tirib qo'ygan. Bolalarni kichigidan boshlab mush teatr ko'rishga, uning mahmadan ko'rish degan shunchalik hozirda teatrni. Teatr ko'rish orqali nurg'un narsalarni bilib oladi-chu. Kichigidan boshlab o'zidagi bir xil sapa, o'zi bilmas, o'zida bir xil ashtaq narsa yetilib qoladi. Shuningga teatrxonalarga ekirib, bolalarni shu teatrlarni ko'zgan, kichik bolalardan boshlasak-mı operani tushunmasa, opera degan jiqmasini o'z ichiga olgandan keyin chiqadam tushunmaydi ekan. Mening hozir demoqchi bo'lganim bizning buningdan keyingi yoshlarimiz yaxshi nadir asarlarni tayyorlab, uni shu ichkir o'lkalarga olib borib musobaqa qatnashtirib, shig'vatmay, tuvanga olib borib ko'rib opera degan bunday bo'ldi deganda, g'arb sanamning ariyalarini, g'unchamning ariya orliqidan bir yidarni, bir parchasini olib borib ko'rsatsa-mu, bunday bo'lganda xalqimiz shunday yaxshi ko'rdi. Masalan, g'uncam dramasini olib qo'yib birli, Nurim bilan ikkisining xo'shlashgan holatlar shunday yaxshi ko'rdi. Shundan bundan keyin san'atkorlar, yoshlar qilayotgan xizmatini texmi yaxshi gavlandirib, yaxshi bo'lgan nadir asarlarni boshqalar ko'rsin, shunday bir rayondan ashunday bir yaxshi asarlarni tayyorlab xalqimizga sunishini izchil turda o'zining xizmatini yaxshi qilib, natija qozonishini hammasiga utuq tilayman. Har qanday bir jafo tortgan, ajr qilgan artist cho'qim meningcha uning mevasini ko'may qolmaydi. Hamma yoshlar yoshligiga suynamay, yoshligiga masligim keladi. Bundan keyin o'zining yoshlik vaqtini bekorga o'tkazib o'tmay, yaxshi natijaga erishgan deyman. Rahmat. Davsa eng oxirgisi 8 degan yerga keldik-da buning. Nima deyapsizcha? Ko'rdingiz axchan burungi sonlarni? Men bir ish qilsam mayda xalis.
Ey ben bildim ahırsı hepimiz bir şey etmeyen yapırışlarım. Çok kumaşır. Şu adamda tiyatroda beka okumadığınızda, neçe yıllardan beri bizga beka hizmet qilmadingiz. Hamda biz ko'rib turdik, hamda o'zirilib turdik, hamda mush programmamizdan bir chiqib olib, meshada naq maydon bir o'z ko'zimizdan bir ko'rib baqsaq deb, işte bir orzuyimiz bor-da. Bir rol o'ynab bering. O'tag'allarmi tushunadi, sizmi shunchalik tushunasiz, men o'ylayman. Bu teatr degan hamda universal san'at bir qizil gul bo'lish uchun atrofida jip yupurmoqlar bo'lish kerak. Shundaqmi emasmi? Mana yupurmoqlar. Men yupurmoqlar yapishni akraman. Unda bo'lsa, rol o'ynab beringda. Rol o'ynashqa. Ma'lum shu tayyorliqsiz holat o'ynayapmiz-ku-da, bunda biroq sallarda mashlar. Birini unutib qolgan men o'ylab olaymi? Unda bo'lsa, g'unchamning bir ishga qilsa bir yerini deb berayman. Mayli-da. Men bu rolni o'ynash uchun oz japa tatmagan 5 kilo o'riqlab, shu tasqagan pingshovlab aylanib qolgan. Mayli-da. Unda g'unchamninki Nurum bilan ikkisidan asrab birda yo'q. Siz Nurum bo'lib beralsangiz, Nurumning tekstini deb beralgan bo'lsangiz bek yaxshi tekin deb berasiz. Bunda dagaylam deb beringmi, dagay masaj bering. Aslan do'rab bermayman. Aslan bir qismini. Cho'lpan keldi. Nurumka! Hey Nurumka! Oh! Bu yoqqa chiqma. Sizga deydigan gapim bor. Ha, davering. Yo'q. Bu yoqqa chiqmasangiz demayman. Voy, tarsa qiz. Dana. Mening deydiganlarimni-chi? Mushu duttaning tarilari deb berdi. Qani? Voy, chap bering. Men usul o'ynab berman. Bağım yo'q, mine. Mushunchalik bo'lsinmi? O vaqtida uşaq çaşlarını örüp, muştaq çekilerini kesip, xili ishlab baqidi chiroyimizga. Lekinchi, hozirman turib o'ylab qoldim. Hech qanday tayyorliqsiz holatda bir rol o'ynab baqaylik. Men sizga masaj beray. Men imtihonni o'talamsiz. Hech qanday o'ynab baqmagan rol. Mayli. Chata yo'q. Cho'lpan keldi. Voy. Gup. Kim o? Men. Uy. Ma ish ko'chga kiraveraymi? Ha, kiravering ish ko'choq. Qaynapa? Nima opa? Qaynapa? Hey. Opa deb baqsangiz bo'lmamda. Men opa. Ya opa? Opa mani ilanga. Mani. Aramışıma. Hey ma qaynapining oldiga kirganda, mundaq suratlarni gullarni ko'tirib, meyvelarni bir qo'lga mundaq elib, mundaq kemmamda jenim balam. Shu ishni mashinani qarsam, ikki potulkini tutibli tursiz, shuni qaraqlab arvoyim ushdi. Ya opa, man sizni yemek işçiydi deb men abidanalik aynak potulka. Shu bir tal olsam sattomsi deb ishkitalaga. Aynak potul. Aynak potulsining bo'pti, masolya potulkosining bo'pti. O'xshashli abidag'u. Ma'lum bu endi aniq o'xshamayotgan bir. Ay to'xtab turing, men deb gap qilsin, nima deb gapini o'ribsiz ma bana ne? Oye, ya qizim nima deb bildi kamidi? O ishlab shu. Telefon qilsam ishlamadim deydi-ku. Uyda men deganti-ku. 40 qat yub qolib qoldi o. O 40 qat jusun. Siz ma 2 tal abidan ko'tarib keldingizmi menga? Nima deb bildi apkamidingiz? Ishq selib, ash qizimni siz ishq selib bayram qilib etsiz juma men sizga deb qo'yay. Ay to'y qilib qanchlik vaqt bo'ldi? Qachonlik qarasam mush balani uyda yolg'iz qo'yib, yili bola vaqt degan, yili kirju degan sizning dadingizni bektatdi. Ya. Men Voy qo'yg'ina. Nima gap qistan gap qilib tang to'xtaydigan bir-birini ekan-ku bu. Ha gap qilar nima? Ma o xotinni shu tam berib kelibizsak, bu qiydab qoldi o'zicha. Nima ish qilgan? Voy ishtish qilmagan. Bu o'zicha. Urib oldingizmi ya? O yo'q. Ay cho'qim urib oldingiz. Yo'q. Uy, sizning qo'lingizdan nima ish keladi-chi bu? Voy men bilaman. Qaynapa. Qaynapa.
Muş işkinlarning münasebetini o'ylasam, muş çaşlarının hemmesi maşındaqla turib ketadi. Hozir o'ylamabsiz-da. Hozir o'ylamabsiz-da. O'yladim. Chashlarimiz xeyli yetib qoldi. Bütün vücudum muş titraplik işkinlarning öy olmaydi. Men chiqqan bilan bir ajrashtirib oldim. Qaynapa. Bugun biz 2 botulka suv bilan meni aldayman demang. Bu turmuşumla turmuş bombaydı men kızımni akilib moşunduq pulu var mishallik altınlan asıdığan aydaq boyda aşındaq bir adamga berime. Oydan bek toydum bulardan. Anmaydı o. Ha? Anmaydı. Shuni olmaydi ekan. Oltindek qiz bola degan jumo men sizga deb qo'yay. Ya bu muhabbetim muhalif gapsiz qanaqa hozir. Bu muhabbet bu ikkimizning o'tirisiga siz herkes ayrı yutamaysiz. Aytdingmi? Hech qizimni yaxshi ko'ramsiz? Va, yaxshi ko'rsam. Voy, bizning oila sharoitimiz shundaq yaxshi. Hamma jihatdan yaxshi bo'lgach, yaxshi ko'rasiz. Voy, qanaqa xato tushunasiz? Yo'q. Qat'iy unday sho'xchima deb ma ikkimizning o'tirisiga muhabbet dunyo tepiliqsiz g'erib sanamda qaslan mash kelan shu. Voy, qo'rqularim. Voy, qandaq qilib, voy, egilib ketdim men qo'rqularim oydan. Voy, deb g'erib sanamdan qas shumish. Bu g'arib sanamlar mushunda qo'g'aymidi burunqi g'arib sanamlar. Voy qanaqa siz bek g'oyibiy o'ylayotgansiz ularni. Voy men shunda ular ayni vaqtda ashunda bunda tug'an bilan lekin hozirgi zamonda yashab baqsana g'arib sanamma ko'rimiz. Sanamma g'aribni kirni yub o'tab ketdi bir umr. Nima deydi ma'lum? Voy qanaqa yo'q demak o'g'lim sen ochig'imga qoldi-ku sizlar ayrı yutum degantingiz. Shunga g'arib sanamning hozirgi nusxasi bilayli deb shunda feyz muhabbet qilib Şunun balını ekkenmey öyde işıq selvatsız şundaqmı? Yo'q, öz kemmeyimde turib oldi qanapa. Ay balanglar-chi, balanglar qani? Balıqını? Ye? Balını ekkenmidingmi? Men balını ekegan. Qani amsan? Dukan kirib. Voy mening annamrim. Voy yurak porim. Voy topaman chaqan chiqqan amrim topaman. Nimani? Nevrim mashinam boshimga chaqqan bol. Voy qandoq. Çolpan geldi. Rahmet ederim. Ben hoşuldum lekin. Estağfurullah. Endi o'tiraman. Uy to'tlanim o'ynab etdingiz mana shunda feyzolatda. Men ansirgantamada sizni qitmay qolamiki. Üstüne turuyup qalamiki deb. Azroq bir xabarlantirib qo'ygan bo'lsangiz, endi dras gap qilsam boshqalarnikini ko'rdim. Burundan itotan jiq chiqmayman, ancha-muncha chiqqan. Endi mendan bu so'ramasmiki deb o'ylab qoldim. So'raymadi. Sizning kesbon shu tursa. To'g'ri. Lekin endi tomoshabinlarimizni cho'qim to'g'ri tushunadi. Endi bir salbiy obraz degan ham mushtarak bo'ldi. Buningdanmi vashisi bor endi. Lekin uni sahnaga olib qo'yamiz. Ya, yelim shunda yetarli bo'ldi. Ben xo'sh olduk qada. Çolpan geldi programımızdan keleki bir sallırga to'g'irlab sizdan vaqtingizni bir to'g'irlab taklif qilsak shu vaqtda bir tayyorlik holatda kelib bir it otulamda ish qilib bir o'yin qo'yib berishingizni saqlaymiz dedi. Bo'ldi. Onun masala yo'q edi. Endi biz o'xshash bo'lmagan har xil tipdagi men mo'mayning roligim chiqib baqqan, kichik qizning roligim chiqib baqqan, salbiy obrazim qancha o'ynab baqdim endi. Shuningda bugun miyada hech qanday tayyorliksiz bo'lib qolgan bo'lg'achqa bir xil taqatiqi bo'lib qoldi. Endi qolgan tomoshabinlar cho'qim to'g'ri tushunadi endi naq maydon bo'lgan. Men mana shu o'ynab o'tib turib kulib o'tay deb qoldim, o'zim bek bisib oldim edi. Bo'lib ketdim, shu o'zim bek bisib oldim. Bek joyida bo'ldi edi. Endi buning hammasi ham ko'rmalarning kayfiyatini ko'tarish birinchidan. Ikkinchidan sizni uzundan beri endi naq maydonda mundaq mahorat ko'rsatganingizni ko'rib baqmag'li bek uzun bo'lgan-ku. Shu ko'rmalarga bir ko'zitish bu butun mastonlarning orzusi hisobda. Shuna bo'lganki bu bek fayz oldi. Endi bu programmamizdan kuladigan yana bir bosqich bo'lyapti edi. Mushunga masaj berasizmi yoki qanday bo'ladi deb sizdan bir so'raydi-chu edi boshda. Ha, mayli. O'ynab baqamda? O'ynab baqsak, mayli. O'ynab baqaylar damsa. Çolpan geldi. Michael Jackson. Bunu bildim. Ha, bo'ldik azroq. Ozroq deydi. Bu aktyor aytgan rosa. Asli aktyor oldigan aktyorsizlar. Bildim. Mush test-chu. Az yaqinda bir shupindira bak mod oldi. Unda.
Bunda. Ha. Bir qizg'u bu so'rak ko'ylakni so'rab taqayotgan bir qiz. O'sha bayli topolmadim. Qanday? Ha. Kino artisti ekan. Naja? Ya. Dilraba. Men doğrayamazken ben tapay. Meni doğrab kız bana. Gonkin bo'lsa bo'lmaydi. Men lekin bak yaxshi o'rab edim, ha? Rost. Bu siz asli bizning emak ishisiz zot. Sevgim tasdiq kerak deysiz. O'rab oldim. O'rab oldim. Ban. Yüzülam bu. Bakma, yüzünüzün hareketleri. Vay, Nurhali Hasan ha. Oy. Özünüz oxşaydigan birisi özünüz, siz özünüzden bir oyanıp batsız haqni doğru mu dediniz demek. Mana. Ha, mane. Her qanday kapsa dedim ha. Ha, mana. Ma javob elimmi ya? Ye, bildim. Tikka. Oy, mushtaq bilan bek to'g'ri yutdi ekan, ha? Ko'rib qoldim. Adli shu. Bek qiskansiz be o'yangiz sizlardan. Maniki hamda bir naqshchi. Ha? Kim o? Naqshchi shu. Ma erkaklar chiqqan. Ha. Bu bizning Şinjanning emas. Hali tasniki. Ha. Bek kapam tezde. Oy. Lan kerap bakay bana. Ha. Bunu tapamadım. Yine çağlamam desem yani şu aşkımı taalluq adamlarına. Chiroyim o'xshamamda nima meni. Bunaqa Tapamadım lekin balkim men obay qilisha olonti shumi obay xato debdiman shu ani. Ama bu sizdeki nasıl ekan? Ha, obay. Shunaq o'tirib tambash o'ynaydigan birisimi dedim, lekin qarsam men deb bo'ldim. Obay qilib meni xato. Shu. Mana Mo'ja paper chiqdi. Şu yaşıydı senin pek yaş birisi. Hazır kino artisti o demek. Kim bunda qildi? Tanla o ya. Adam hayvanatlar mı? Oy, burçak apat. Ha, oy burçak apat ekan. Hal yaxshi doğurdum deb o'ylayman. Pek yaxshi doğurgan te, hozir o'ylasam shu ekan, rost burçak apat. Hozir o'ylasam shu. Shu ekan ha. Ha. Oshna qotgan bak so'rab bakmoqchi. Bunun da 10 numara sizden yok. Yerdə doğru mu? Ya bol etikesin. Şimdi deymen de bayqatda chiqib qolayım ha. Mushu. Türkiye kelgan şikayetlerden Vay bunu bilip oldum. Oyuncular aşırı görmekçimi kapak kaldı ona. Taş Muhammed.
Oysa avcılık doğrulgan olsan bilinmeysen. Ha, şu. Özeyli ya. Özeyli. Toşkan Bek doğru. Yakın hareketlerimiz, başlarımız, kişilerimiz şuna okşadı. Çaşlanması hiç belli. Çaşlanması. Reyim kan emas bu. Bizim emek balla qırsam da merkez ulan bilib oldu. Mani tapamını sana serpip duymaydı. To'xta, ishaz tapamdi. Buni tapamdi. Yevincu. Ha? Cinsden. İşte kadar ya ciddileşip kalıp gel erkekten qarab. Onda olsa meni o'tap bo'ldi juma. Maqitim sizdan 20 numar ta'til diye meni 10 numar ta'til diye juma. Men nol olma. Sala qala etganman. Shiva Shingarma. Yaqina keldingiz. Rambo. Ha, to'g'ri. Qancha bildik ya adam ha lekin oshikisdan bir sumaka degan. I wanna walk the walk on every street. I wanna fall out with the world at my feet. Every discotheque and ask you for me, Başını kaptan ben okumayken mitini. Okuyayım. Toplamında kıtası o zaman. Vay mitini. Vay. Bitti mi? O numara yok. Düşünse resmen. Ben kayıt edemdik ya görmüş geliş için. Ben futurumda kaldım. Ha? Doktan. Beethoven. Ay. Gülcemal Metin yazlam gözün atısını gözümge. Ilgirlan. Ay paten. Ha. Ay onu baş kılamaydı gene. Hem ben erkeklerinin erkekini kısa erkek koy erligin koy. Başını uçalaydıgan. Çoğalaydı. Aa, uçudu. Çoğalaydı. Kumçi. Çoğla. Mamada kantat bildim. Çoğalaydıgan diyen de Uçudu o ha. Kinolar diyen diyen şu çoğmon bayke şu. Kinolarda uçudu o aşta uçurup aladı o hem de. Abinadım uçup diyenler. Can dadam erdek dadam tağdek dadam. Koyniken cennet kebi bağdek dadam. Mahmut Gam. Mahmut Süleyman. Gırlan. Sen kitip alem. Abdullah Abdurrahim. Falan da gelsin. Falan da gelsin. Hem beni bildiğin socumu. Na jaane mere dil ko kya ho gaya. Abhi kho gaya. Gitarcı. Hem gitarım çaldı. Hem rolunu çıkrak oynadı. Kıvırız bilemedi. O Tacik oynap durdu. Ya Tacik emek bu. Tacik emek bu. Şarlık. Aklım. Öyle kayıtlı şarkı oynamak güzel. Sen soğuydu Şarlık Hanım'ın beğenmedi. İçinde oynayan peşini çıktı. Bu mu kız dedi. Kırık numarası da. Of, emmi. Ben de genç. Ördek. Tanla ya, deni de yaxşı ya.
Ha, Charlie Chaplin. Şu Charlie Chaplin'inki, Şöbiyeli'ninki miş alaydık o şeylerden. Ha, bunun da. Bir artist. Artist, kino artisti. Gülnazar. Kim o? Bana. Açtırıp durmasın. Hemen kılalaydıgan birisi iş kılıp. Onda kılalaydı o. Onundan keyin. Halmurat Ömer. Hemmesi maaşı. Minni bir yar, demsi yar. Kurtuvaka. Ha, Asqar Yaqub. Gülşah Dinleyen erkekte. Şunda olsa mağanamdan kutladığınız edemde. 50 numarımı tatüytün bağma. Anda değişmez edem. Nakşı yetmezsin ha. Ha? Bir nakşını alayla ya. Bir nakşını alayla ya da. Çolpan geldi. Yaşandın ey ana canım, bana mikrde
Rahmet ede. Avazınızı dert gelmesin, köz tegmesin. Çıkıp bugün sen program şunda mənlik boldu dep oylayman siz şu. Qandarak his Endi qildingiz? siz aşında qiyis qilgan bo'lsangiz balki manlik bo'lgandir. Nimani o'ylasak, nimani xohlasak shuni qildigan, shuni erkin ozodi bir sahna bu. Shunaqmi? Boshqalarga ayt rohat tuyg'usini berdi ekan. Ko'rganlar bek maqtavotdi, sizning cho'lpon keldi programmanglarni. Men bugun sizning taklifingiz binoan shundaq bir mushbanalishimiz paranglashib oldik, yurak so'zlarimizni deyishib oldik. Hamma ko'rurmanlarga salom berib oldik. Bu bir yaxshi fursat bo'ldi. Shu edi. Mush naq maydon qadamda ishtirok qilgan tomoshabinlarimiz sizni deb keldi, bugun yetib keldida. Nurg'un tomoshabinlar ekran orqali bizni ko'ryapti-da. Hozir mush naq maydonga yetib keladigan tomoshabinlar orasidami balkim sizdan so'raydigan savollari bor do'stlarimizning bo'lib qilishi mumkin. Men savol so'ramay qoldi, Güzel Radamdan men bir so'rasam deydigan do'stlarimiz bo'lib qolsa, agarda mush fursatni bersak, so'rab olsanglar bo'ladi. Sizlar uchun ham Güzel Nurada yaxshimi? Mushu Cho'lpon keldi program orqali sizdan ko'rishganimda bek xursandman. Mushu jamiyatimiz yuz berayotgan masalan, bolalarning bek jim bo'lishib ketishida siz mushu masalaga qanday qaraysiz? Erkin bo'lanmaslikka nisbatan. Birinchidan, odamning o'zining xarakteri bilan munosabatlik. Ba'zi odamlar tabiiylan gap qilmas, ashtaq jimg'ur keladi. Lekin ba'zida yoki xizmat besimidan, oilaningki qiyinchiligidan bulamdi ya ish qilib bir besim bor. Bundaqlarda odat shintaysa, odat psixik jihatdan chataq chiqqan bir bolalar bo'ladi. Ya gap qilishni xohlamaydi, taloq chiqishni xohlamay, uydan taloq chiqmaydigan ashtaq bir endi xomushlik kesil desak, u bak qayerlarga divanli kesil degan yashanganlar qartilib aytildi. Bolalarga nisbatan mushta bo'lib qolishida bolalar bundaq holatda cho'qim ota-onalar bek ko'ngil bilib, cho'qim psixik doktorxonasiga cho'qim opirib mush bolalarniki ash tarafdan bir echilishiga, kasal desak bu bo'lmaydi bu, lekin kasal emas desakmi yana bo'lmaydi. Hozir ashtaq bir xil kasalliklar bor ekan-ku, jimg'urlik kasali, xomushlik kasali. Shuningga eng yaxshisi doktorni izlab buningga o'zining kayfiyatini tangshashga yaxshi maslahat berib, ya bo'lmasa sayohatlarga chiqib, o'zi turgan shu muhitni tashlab boshqa joylarga berib, boshqa bir muhit almashtirish uchun ya bo'lmasa ko'ngil achish, o'zi zo'lab masalan bu san'atga qiziqadigan bo'lsa-mu bo'lay, bir usul o'ynash, harakat qilish, tanarkat qilish orqali shu holatni meningcha yo'qotqil bo'ldi. Rahmat sizga. Güzel Nurada qanavlan yaxshimi, xush kelibsiz. Sizni ko'rib, ovozingizni anglab intayam xursand bo'ldim. Bizningki hamda shu Abida shirkatining azroq bo'lsa-mu sizga ko'ngil so'g'isi shu Abidaningki yangidan ishlab chiqarib bozorga solgan aynan to'liq limon yalpiz ichimlikni undan keyin chilan albatta sizga ko'ngil so'g'is qilay. Rahmat, avarbizlar. Abida şirketideki hamma xizmatchilarning hammalarning ko'nglida tushundim. Rahmat. Rahmat sizga. Boshqalar uchun qanday unuqmadim, lekin men shu yilib aytgan vaqtda yaxshi bir darslik ham qizigan bir san bo'ldi deb o'yladim. Rolni o'ynag'izib oldik, naqshni yetkazib oldik, hamma narsa qilib oldik. Shu yerda o'yinni o'ynag'izib oldik mana. Shunda bo'lgandan keyin bizda armon qolmadi endi. Bizda endi armonimiz bor deyish to'g'ri kelsa, bundan keyingi sonlarga yana bir taklif qilsak, siz niyada bir vaqtingizni bir to'g'ri keltirsangiz, u vaqtda texmo yangicha bir paranglar bilan, yangicha bir xil nomerlar bilan mush ko'rinmalarni xo'shal qilsangiz degan umidda biz sizni kutamiz. Rahmat. Endi mush programma qatnashib his qoldiringiz nima bo'ldi ya da shuni bir so'rab boqaychi. Xil bo'lib qoldi bu programma yo'l qo'yilg'ili. Shuningdan ta hozirga qadar har qatim ko'rsam bir qatim hayajonlanim emas. Mushinjangda ismi jismiga loyiq ish qilayotgan, o'zini tanitib, o'zining rolini yaxshi joriy qildirayotgan butun cho'lponlarni asos jihatdan hammasini taklif ekildingiz. Sizmi yomon ekansiz? Bu shu sizlarning programmami hamda bir xil Ammıqnayt yaqıdığan, rahat tuyg'u beradigan, ko'sim ko'gis keldigan ashnaq bir yaxshi program bo'pti. Meningcha bo'lganda buningdan keyingi shu musobaqalar texmi yaxshi bo'lib ketadi. Chunki mush har bir qismni ko'rgan vaqtida ash artistlar, cho'lponlar men buningdagi materak texim diqqat qilsam bo'lgan deb o'zini to'liqlabchi texmi yaxshi so'zlaydigan, texmi yaxshi o'zini ifodalaydigan bo'ladi. Shuningga programmalarning davomli texmi ilgarilashini, texmi yorqin bo'lgan, texim yaxshi artistlarni, yarqin obrazlarni yaratgan, albatta men sizga degandek, masalan, boshqa kasbdan bo'lgan cho'lponlar taklif qilib akilib, hammamiz tang o'rtoqlashsak, texim yaxshi bo'ldi ekan deb ashta o'ylab qoldim. Programmada siz bek muhim rol o'ynab ketyapsiz, sizmi bek charchaydi ekansiz, ukam. Lekin shuning loyiq natijangizni ko'ryapsiz. Joy Nurali Hasan desa, hozir ham shunchalik yaxshi ko'rdi ekan sizni.
Sizning gap so'zlaringiz shundaq joyida, shunchalik boshqalarni hurmatlab, cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlab degandek ish qilib, sizga shunday bir xizmatligim keldi, suyunaman sizdan. Buningdan keyin sizning ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Cho'lpon keldi programmasininki buningdan keyingi musobaqasi texim yaxshi bo'lsin. Alqishliq bir program bo'lishini umid qilaman. Xo'sh, programmamizning 2023-yillik tojdorligini Abida Biopen Texnik taraqqiyot shirkati alayda qo'llagan. Programmamizning riyosatchilarining kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyat shirkati alayda qo'llagan. Bovlardan Miras tag'dagi qomatga qiyos Miras kiyimdir. Rahmat eda, abayqa go'zal so'zlaringizga, yaxshi tilaklaringizni anglab, shunda bir xil bir rag'bat bo'ldi-ki, o'zimiz e'tirof qilgan odamlarimizdan shunday gaplarni anglashmi, bek cho'ng huzur hisoblanadi. Rahmat. Rasmen his qoldirim shu, chin ko'nglimdagi yurak so'zlarimda edi. Yana bir qatim qayta tashakkurimni bildirish bilan birga sizga bundan keyin texmo eng muhimi salomat bo'lishingizni chin ko'nglimda umid qilmadi. Mayli kasb jihatga, mayli turmush jihatga har qanday bir ishlarningki yurishlik, muvaffaqiyatlik, baxt ichida o'tishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Malla emas, tomoshabinlar, ko'rmanlar hammalar shuni umid qilamiz edi. Bundan keyin to'xtab qolmang, davomli biz uchun xizmat qilib turing. Bo'ldi. Charchsangizmi, yana davomli ish qilib, sizni bak charchatqimiz bor. Unda vaqtda charchashni xohlayman. Rasman, sizni ko'rib tursak ekan deymiz edi. Nurg'un yillardan beri hamda siz biz uchun xizmat qilib keldingiz emasmi? Mayli teatr sohasida bo'lsin, mayli kino, film, televiziya teatri, naqsha, hamma jihatda hamda siz bir mukammal bir ayol cho'lpon hisoblanasiz edi. Biz hammalar shunda bir qoyilligimiz bor. Shu vajdan biz sizga tashakkurimizni bildirish uchun shu programmamizdan oddiy shu tashakkur lo'nqimizni hadya qilsak, shu bir saqlashingizni umid qilamiz edi. Rahmat.